Kimni kulgusi ko'payib ketsa, haybati ozayib ketadi. Kim ko'p hazil mutoyiba qilsa, e'tibor qolmaydi unga. Endi jiddiy bo'lishlik ham kerak, faqat uni ham chegarasi bor, xuddi hazilda chegarasi bo'lgandek. Siz odamlar bilan qilayotgan muomalangizda muvaffaqiyatga erishdingizmi, yo'qmi? Qayoqdan bilasiz? Sizni yo'g'ingizda, siz haqingizda nimani gapirishadi? Sizni boringizda albatta sizdan qo'rqib yoki sizdan uyalib yaxshi gapirishadi. Yo'qligingizda-chi? Agar yo'qligingizda ham haqida yaxshi gapirayotgan bo'lsa, demak odamlar bilan bo'lgan muomalada muvaffaqiyatga yutuqqa erishdingiz. Hazil. Birovni shakli, rangi, bo'yi, odati yoki hunari haqida hazil qilishlik. Hozir aytdik, hazildagi eng xatarli narsa bu birovni qalbiga nima qilish? Ozor yetkazib